Hamma salom do'stlar, sizlar bilan men yana Niko. Bugun videoda sizlar bilan Worldbox o'ynaymiz. Bu videoda biz Worldboxda mana har xil ishlar qilsa bo'ladi. Mana moblar, tabiat hodisalari, yana balobatdalar bor. Endi esa biz ikki xil joy qilib qo'yganmiz. Mana bunaqa sovuq yer bilan, hozir bular sovuq yer bilan mana bu nezerga o'xshagan issiq o'lka. Ularga 10 tadan odam qo'yamiz va ular ko'payib rivojlanib askar to'plashadi. Ularga hozir 452-yil bo'lsa, ularni 152-yilda ochib yuboramiz. Yo 252-yilda, mayli 200-yillarda ochib yuborsak bo'ladi. Bu yerda hozir o'yin pauza turibdi. Endi mana bu yerga 10 tadan odam qo'yamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tomonga ham qo'yib chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi esa bularni biza mana bu narsani buzib tashlashimiz kerak, chunki bu qaysi tomonda bo'lsa juda kuchli bo'lib ketadi. Bu tomonda bo'lgani uchun haqqoniy bo'lmaydi, shuning uchun buzib tashlaymiz. Worldboxda har xil ishlar qilsa bo'ladi. Bugun biz ikkalasini urushtiramiz, ikkita davlatni. Endi esa vaqtni mana 5x ga qo'yib qo'ygan, chunki bular juda ham asta rivojlanishadi. To'xtaylik hozir. Mana bunday qilib olsak, ha bo'ldi. Endi esa hozir mana bu Worldboxdan qo'shib qo'yamiz, chunki bu juda kerakli narsa. Agar qanaqadir urushlar yoki mana shular urushlar bo'lsa, oddiy xalq ham aralashib ketishi mumkin. Chunki bularda masalan ko'k davlatni askar tugab qolsa, faqat odamlar qolsa, odamlar o'zida bor narsa qilicmi, tayoqmi, nima bo'lsa ham olib jangga boradi. Shuning uchun bular o'sha sentingni qo'shib qo'yishimiz kerak. Men diplomatiyalar bilan odamlar ko'payishi va shunga o'xshash narsalarni qo'shib qo'yganman. Endi esa bular ko'payishi uchun yana 100-yillarda videoni davom ettiraman. Mana hozir hali 100-yil boshlamagan bo'lsa ham o'yin qiziqroq bo'lishi uchun bitta mini game o'tkazmoqchiman. Hozir mana bu yerdan daraxtlarni chopib tashlaymiz va mana bu issiq tomondan 10 ta, sovuq tomondan 10 ta mob tashlaymiz o'rtaga. Mana bunaqa, masalan, sovuq tomondan mana bunaqa, issiq tomondan esa mana bunaqa mob tashlaymiz. Agar kim yutsa, o'shanaqa davlatning qirolini, hozircha ko'rsatmay turaman, qirolni sehrli qilich bilan taqdirlaymiz. Kichik o'yinni boshlaymiz. Hozircha time o'qib turamiz. Endi esa boyagi butonda 1 2 3 4 5 endi bu tomonga shunaqa o'zimiz aytgandek bunaqa obdan qo'yamiz. Mana endi esa jangni ochiq deb e'lon qilaman. Qorbo'lar ancha kuchli bo'lsa kerak. Bitta yutib tashlashdi. Demak, qorbolalar tomonga qirolni zo'r narsa bilan siylaymiz. Uncha mana davlatlarni kuchayganligini ko'rsatib o'taman. Mana qorli tomon o'zi mana shu yerdan yaxshigina uylar, 2-darajali, 3-darajali uylar va mana bunaqa shaxta qurishibdi. Qirol uchun katta qasr, ferma va
yangi viloyat ochishibdi. Ko'k davlat mana bu yer ko'k, bu yerni esa qizil qilib qo'yamiz hozir. Bo'ldi. Endi esa ularning qirolligini topishimiz kerak. Mana qirol nimagadir ish qilmoq. Agar mana shu bo'lsa, yaxshiroq. Mana shu qilichga aylantirib beramiz. Qirolga olov qilishni taqdirlaymiz va yana shunaqa narsalar. Endi esa qirolni bosh kiyimini ham o'zgartiramiz. Mana qirol endi anchagina kuchliroq bo'ldi. Endi esa yana o'yinni davom ettiramiz. Qizil aka keladigan bo'lsa, qizil ham ancha kuchayib, bunaqa ular ham fermalar qurishni boshlashgan. Va mana bunaqa elchi degan narsa bor. Hozir ko'rsataman. Ular masalan bir urush bo'lsa, yurishlari hammasini o'zi qilib beradi. Nimagadir. Bular 117 ta istiqdol desa 52 tagina. Ular ham yangi viloyat ochishibdi. Yaxshi, lekin bu tomon juda kuchli deb o'ylayman, chunki bularda bunaqa amonitlar bor. Amonit bu mana shu World Box'dagi eng kuchli rudalardan bittasi. Eng kuchlisi desam bo'ladi. Amonit xuddi Minecraft'dagi Nezeritga o'xshab ketadi. Ko'pincha mana shunaqa biyomga uchraydi, lekin bu tasodif, qo'yganim yo'q ularni. Shuning uchun o'yinni stop qilamizda va o'zi 100-yillarda ham urushni boshlab yuborsa ham bo'lar ekan. Hozir 83-yil, keyin esa 100-yilda urushni boshlaymiz. 6-7. Mana endi ishimizni ham boshlasak bo'ladi. Hamma kutgan onlar. Ana shu ikkita davlatni jang qildiramiz. Hozircha mana bu yerni devorlarni ochishdan oldin davlatlarni yaxshilab ko'rib chiqamiz. Mana ular anchagina hokimiyat, shaxta va shunga o'xshagan joylar qurishgan, u yerdan yana nimadir qurishmoqda. Endi esa shuncha qurib 4 ta viloyat ochishgan, bular esa 3 ta viloyat ochishgan. Mana bularning uyini ko'rsak, mana qasrlar ham anchagina qurishgan. Eng katta darajali uylarga qurilgan, mana bunaqa jang qiladigan joylarga qurishgan. Va oddiygina xalqda mana bunaqa qurollar bor. Mana ish qilishib, ovozini eshitsanglar, ana jangchilar mashq qiladigan joy bu. Endi esa hamma kutgan onlar o'rtani oxirigacha ochib tashlaymiz. Ana bo'ldi. Ana endi esa ularni jang qilishini kutib o'tirmasdan mana bu yerdan bir-biriga qayiramiz. Ana birinchi bo'lib ko'klar jangni boshlashdi. Qizillar ham endi yurishni boshlashdi. Mana aytgandek bo'ynakidagi elchilar, boltasi ham temir katta-ku. Butun qo'shin armiya bo'lib ketishmoqda. Nimadir ular, mana ikkita elchi ham kelishdi. Va mana bu tomonlarda jang bo'lmoqda. Ko'klar nimadir qo'li bitta tomonni bosib olishga juda oz qoldi. 70-80 ko'klar juda kuchli kelishdi. Qizillarda bunaqa amonitlar bo'lsa ham ko'klar kuchli ekan. 5% gina bosib olishgan hozir. Yo'qmi? Yaxshi. Qizillar mana bu yerda jang. Ularning soni ko'pligi bularga foyda keltirmoqda.
bittagina mana bu shaharni bosib olishsa bo'ldi. Qizillar g'alaba ko'klar g'alaba qozonadi. Qizillar juda ham kuchsiz, kichkina bir ahvol kelib qolishdi. Kim yutishi endi aniq. 100% mana bu ko'klar yutadi. Va 3 2 1 ko'klar yutdi. Butun dunyo ko'klarga tegishli. Endi esa hammasiga rozi bo'lasizlar. Hamma uchun hozir bombalarni portlatamiz. Janglar tugadi, endi sizlar ham azob chekinglar. Ha. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Like bosib obuna qo'yishni قاطعوا هؤلاء عيال الحرام الفتالين اللي بيحاربوا الاسلام بيحاربوا النبي. هؤلاء هذا الثاني ابن